谁见过水晶般的冰山？野马似的血水河，冰上埋藏着珍宝，血水灌溉着天河。野马平川的戈壁滩哟，放开河喽！唱歌。河水向东流，太阳又东升，爬上了撒脸儿的高山顶，悄悄儿望着北京城，航海连接着天边大山，冲破了云层，维持万里的文娱哦，捎份心眼儿到北京。Pinhan Mervayt'ten bir xabar bormi? Yo'q. Onunla bir kelishmaslik bo'lmagandu, ha? Anlasam, sizde bir xotan qaşdeşi bileyzuki bar ekan. Xuddi Qarqurum ko'lidek sirliq deb anladim. Kimdan anladınız? To'yga yetilgan bir odamdan anglab edim. Onun degani rostmi yoki yolg'onmi? Rost. Siz sabır olamsiz? Ha, meni malaika qoldirib qo'ygan. Buyruğunuzni o'rlayman. Ratsiya qayerda? Buni ep ketamsiz? Yo'q. Men ip kessam be'ab bo'ladi. Mush yerda tursin. Malaikaning yo'l yo'riqi shu. Yo'llar ravon. 2 oy ichida Tahirni jazman qaytarib olishimiz kerak. Sabr, odamlarimizga yetkazing. Harakatni boshlaylik. Bo'lmasa bu Tahirda tunji qupli qolamiz. Qarabek, Azatlık Armiya sarkardisi. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Nima? Mushundaq kundami muzdaq chiqamsiz? G'azalxon degan hammaliyani o'z makonim deb biladi. Odam balik yerda mening naqsh ovozim bo'lmasa bo'lamdi. Yanpayjon, men bilan birga solir teg'i berib, aynib kelamsiz.
Bo'lmasmikan? Mening xizmatim siznikidek erkin emas. Har qanday avat yerlarga siz bora olasiz. Mening yana bu yer qiladigan ishlarim bor-da. Undaqda qo'ylarimning sutini ichamay, chag'a ravobimni anglamoqdek sizda. Meni bak taqozo qilib o'tmang, Juma. Shundoq deyalaymanki, havo mushundaqla bo'lsa, siz u yerda aralib bir yerim ay tura olasiz. Qor yig'ib tag'uyla to'silib qolsa, qaytib keling. Biroq Qorabek, tag'da ehtiyot qiling. Ravobning tarixini uzib o'tmang. U yerda Tosh Muhammaddek tarix yasalaydigan odamni topolmaysiz. Agar peshkanlikka uchrab qolmasamlar. Qorabek. Bak ehtiyot qiling. Xotirjam bo'ling. Yangpayjon. Biz kelganni ko'rishaylik. Xo'sh. Kelganni ko'rishaylik.山上一朵雪莲，风暴不会永远不走。什么时候才能看到你的笑脸？乌云笼罩着冰山，风暴横扫戈壁滩，欢乐被压在冰山下。我的眼泪呀，能冲平了萨里尔高眼泪会使雨雪更慢，痛苦使人一直更坚，有意能解除你的痛苦。我的歌声能洗去你的心中愁烦。你的友情像白云一样深远，你的关怀像透明的冰山。我是戈壁滩上的流沙。
Qizchaq, naqshingiz nemancha bo'la? Hasratlik. Qarabek. Yurtimga qaytib berib, tuqqanlarimni ko'rsam deyman. Qarabek! Voy, Bege, Qarabek! biz yana ko'rishdik. Qarabek, sen mi kep qapsan bu? Tardan kelgansan aqachon. Ha, Bege. Üstümge taharning quyosh nuri tushsa, oyog'imda taharning tuproqini dastlab yuryaptiman. U yerning tog' daryolarimi o'zlariga salom yo'lladi, Bege. Qarabek, yurtni seg'indim. Bakmi seg'indim degina. Yigit, yaraysan Juma. O'zing yolg'iz keldingmi? Putimda bir jup kashim, qo'limda ravobim bo'lsa, hamma ya'ni o'z makonim deb bilaman desizlar. Yolg'iz kelganiga qaraganda yuraging bakan Juma. Sen faqat Moni begimga naqsha etib qo'ymaydigansan. Men tabiatdagi gul chechaklarni yaxshi ko'raman. Shundaqlar naqsha etishim amraqman. Albatta, yana go'zal qizlarni ham yaxshi ko'raman. Marvarining aşı jalbkar ko'zlari xuddi osmondagi yulduzlardek chaqnab, meni mushiyaga boshlab keldi. Yana begimni seg'indim. Ma'qul, Mayingjan. Qarabek bilan yurtdagi ahvollar to'g'riliq paranglashib olay. Yani so'raydiganlarimiz bo'lsa, uyga borganda so'rasiz. Ma'qul, sizlar paranlashaveringlar. Jahondar yingja. Eliqqa Qarabek zada qandaq odamdir? Oma, gumonlanmasangiz bo'ladi. Tojiklarning hammasi uni otini obdan biladi. Men o'lganini so'ramadim. Eliq tirikini so'rayaptiman. Tirigini? U kaptimi? Bu qumdavandan hatto bir uchar qanot uchib o'ssimi etib tushirib, nereden kelganligini bilishimiz kerak. O mening cho'ng ishlarimga daxl qilmasin. Taharga qo'y baqili keladiganimni burunroq bilgan bo'lsam, hargiz kelmaydim. Sho'jafon, bu qandaq istel? Ha? Bu qo'y beqishmo bir xil inqilobiy xizmat tursa, astoydil muomala qilasan-da. Ha? Uqdingmi? Nima degan bemanlik bu? Dodashim. Ha. Sana o'zim yozgan she'rni o'qib beray-a? Qara. Muzdaq ostida. Yayloqda. Ziminda. Tuproq ustida. Qo'ylar o'tlamoqda. Kalalar cho'pimakda. Otlarmi cho'pimakda. To'xta bo'ldi. Mushunimi she'r da'vatamsan? Ha? She'r bo'lmay nima? Bo'lamdi-ku. Ha? Yozg'inim bo'ptimi? Ha, bo'pti. Maqtag'ingga rahmat. Baba, bu sırrını kalılır mı? Agar sizlarning bo'lsa, kalini uylarga olib beraylikmi? Ha, baba, ketmisizlar. Buva! Baba! Sho'jafon ikkimiz o kalını eliq charuvchiga opirib berdik. Charuvchi o kalını ko'rib, kalining boshlarini silab, shunday xush bo'lib ketdi. O'tiga yig'lab ketdi. Ras. Yaxshi-ku. Bu charuvchi tunji bo'lib, kalasini to'nuvog'ili ketdi. Birinchisi bo'lgan ekan, endi ikkinchisimi bo'ladi, uchinchisimi bo'ladi. Dodashang Sho'jafon, qo'y kallarni obdan beqib edinglar, natijasi chiqdi-ku mana.
Peycan, mening askarlarim shundoq yaramliq. Jang qilib qolmay. Yana texi millatlar xizmatini yaxshi ishlaydi. Shu emasmi? Peycan, endi bizni yana qo'y kallarni boqqili sanmassiz, ha? O'zinglar deb yiqinglarchi. Yana davomliq beqinglar. Ma'qul. Peycan! Peycan! Peycan, çatak bo'ldi. Gazarmini qo'rishib oldi. Nima? Kim deysan? Kalasini to'niqlab olgan chorvachini oqshom biri o'ltirib o'tibdi. Darvozaning oldiga nurg'un odam to'planib oldi. Bizni sizlar qotil deyotidi. Yuringlar. Anlap duruş. Bugün katilini tapşırıp verirsiler. Eğer tapşırmaydı ekansizlar, bugün sizlarga jinimizni tikib qo'ydik. Yurtdoshlar! Yurtdoshlar! O'zinglarni besib olinglar! Yurtdoshlar! Bu qitim u chorvachining o'ldirilganligi biz ozodlik armiya bilan munosabatsiz. Bu ishni biraylan qasddan bizga tuhmat chaplamoqchi bo'lyotidi. Yana degidek nima gap qoldi, ha? Degan gapinglarning hammasi yolg'on. Bizga mol chorvalaringlarni to'nib beringlar deganlar bu bir qiltaq. Ular hammamizni o'ldiratmoqchi. Qotillarni mushular. Undoq emas, men tushundim. Qur'onni tushir! Qur'onni tushir! Qur'onni tushir deyman. Ozodlik armiya odam o'ldirgan bo'ldi. Ozodlik armiya odam o'ldirgan bo'ldi. Qo'lingni tattish! Navruz degan senmi? Qaltis qolib kerak nima ekansan, ha? Ammani to'plab to'plan ko'tarmoqchimi? Kelinglar. Uni tutinglar. To'xtang! To'xtang! Ma'unan kim Bakri? Biz xohlagancha odam tutsak bo'lmaydi. Buning ichida cho'qib uqishmaslik bor. Navruz, sizdan o'tinay. Biz o'ltirib chiroyli paranglashayli bo'landi. Bizda paranglashqida gapimiz yo'q. Paranglashqida ish yo'q. Gapimni anglanglar. To'xtanglar. Paranglashmaymiz. İmam Axunum geldi. Nima ish bo'ldi? Hammasi shular. Hammasi mushular. Ularning qo'y kalalarni tunib olinglar degani bir to'zaqkan. Ular hammamizni o'ldiratmoqchi. Hurmatli Imom Axunum, sizlarga tushuntirishimga ijozat bergaylar. Bizga hukmronlik qiluvchi Yanpayjan, ularga yo'qolgan qo'y kallaringlarni tunib olinglar dedinglar. Shunday qildik. Biraylan kallasini ep ketib edi, lekin u o'ldirildi. Ha, shunday bo'ldi. Undaqda siz yana nimani tushuntirmoqchi? Hurmatli Imom Axunum, bugungi ishni hargiz sabab natija munosabati bilan tushuntirgili bo'lmaydi. Bu qotil haqiqatan u chorvachini o'ldirib o'tdi. Biroq bu qotil hargizmi biz ozodlik armiyaning odami emas. Bu gaplardan hammasi yolg'on. Yurtdoshlar! Yurtdoshlar! Navruz. Qarindoshlar! Yurtdoshlar! Uyinglarga qaytinglar. Uyga qaytib, nashtani obdan qilib, o'z ishinglarni qilinglar. Bo'yli aramlaringlarni tozalab, Allohdan madad tilab, duo qilinglar. Hurmatli Imom Axunum, bugungi o'shmanlikni unutib qolmayman. Acaba biz tojiklar mushundoq bo'zak bo'laveramizmi? Navruz, gap angla. Tojiklar hargiz tugab ketmasligi kerak. Alloh hargiz hammanglarni hayotdan mahrum qilmaydi. Uyinglarga qaytinglar. Jamoat, Imom Axunumning gapini anglaylik. Hozircha qaytib ketaylik. O'yla aramlaringlarni tozalanglar, ammo bugungi qissasini unutib qolmaylik. Hurmatli Imom Axunum, o'zlariga ko'pdan-ko'p rahmat. Bizga yana bir maydon ig'ir mojaroni besiqtirib berdilar. Mening faqat qon to'kildigan ishlarni ko'rgim yo'q. Uning sizmi bechar puhrolar baloyi qazo ham jafo mushaqqat azobini tortyotidi. Imom Axunum xotirjam bo'lsinlar. Biz degan xalqning qo'shini. Biz hargiz puhrolar qilib o'q chiqolmaymiz. Yanpayjan, miltiq sizlarning qo'linglarda. Sizlar nima desanglar bo'laverdi. Siz doim ozodlik armiya xalqning qo'shini deytdingiz-ku. Ha, Sizdan o'tinay, endi yana qon to'kilmasin. biz cho'qim esimizni tutamiz.
Yanpaycan, bu yerda xizmat ishlamak haqiqatan tas o'xshaydi. Bu qitim iliq chorvachining o'ltirilishi nimani tushundirdi? Demak, bizning ho'sharligimiz yuqori emaskan. Chorvachining kalasini tonib olganligi biz uchun to'limi yaxshi ish emasmidi? Hozir mushu yerda har biringlarni ogohlantirmanki, bundan keyin biz har qanday ishni puxta o'ylanib, ondan qilaylik. Bu qitimqi ash chorvachining o'ltirilishi orqali biz shuni ko'rib oladikki, bu kichik shaharning xilvat joylariga nurg'un dushmanlar yo'shiringan. Ular har qachon, har vaqt bizni halok qilishni umid qiladi. Ularning har bir suiqasdini kayniga yo'shirilgan maqsad birla. U bo'lsa bizning qo'limizdan taharni tortib olmoqchi. Shundaqla bizning qo'limizdan tek qurilg'ini uzun bo'lmagan yangi jo'ngoni tortib olmoqchi. Payjon, menimcha biz bir qadam tozalash harakati olib boraylik. Shu yushirinib olgan jasus ham ishpiyonlarni qizib chiqaylik. Qazamdiq. Qanday qazimiz? Biz ochiqchilikda ular xilvat tursa, biz burundilla amini harakatlantirishga tayinib kelgan edik. Biroq bu yerda bu amal asqatmadi. Ammo bizni dushman o'rnida ko'ryapti. Hatto bizga ishpiyonlarni bek o'chti qilyapti. Ahvol mushundoq bo'lgan sari biz sinoqqa shuncha bardoshlik berishimiz kerak. Bizning hozirgi ahvolimiz nihoyatda jiddiy. Vazifamiz bek mushkul. Sirtda Majanjonning qo'shini bor. Ishki jihatda yo'shirinib olgan josuslar bor. Atrofda haqiqiy ahvolni bilmay oldinib yurgan nurg'un omma bor. Bu ahvol yolg'iz bizga emas, balki dushmanga 5 qo'ldek ayon. Ularning kayni-kaynidan qalayimqonchilik tug'dirib bizni parakanda qilishidan shu narsa ma'lumki, ular cho'qim texmi cho'ng bir suiqasdni planlayotdi. Shunga har birimiz ho'sharligimizni yanama o'stiraylik. Ammoning bizni qanday xato tushunishidan, shundaqla qanchalik uvochlik tortishimizdan qat'iy nazar biz hammaga bardoshlik beraylik. Chidaylik. Biz cho'qim kishilarning qalbining maylig'ini qo'lga keltirishda ching turaylik. Ammo bilan aloqa bog'lashda ching turaylik. Chunki biz xalqning armiyasi. Biz jazman ularni o'zimizdan ular o'ylagandek alvostaloq qo'shini emasligimizga ishontirishimiz kerak. Biz cho'qim armiya xalq bir oila kishilar bo'la oladigan munosabatda turg'izishimiz, har vaqt bir maydon kaskin jang qilish tayyor turishimiz. O'zimizdan issiq qinimiz ham hayotimiz bilan taharni, shundaqla qizillik purkangan ziminimizni qo'g'dishimiz kerak. Bek, to'g'ri aytibsiz. Ular kalalarni o'ltirmagini bilan odamlarni o'ltirdi ekan. Navruz, bek ehtiyot qiling, Jumo. Ular sizni hargiz bo'sh qo'yib etmaydi. Tog'a. Tog'a. Men yordamlashay. Bolam, yaringiz tag'i saqaymidi. Saqayganda bir gap bo'lar. Payjon. Diqqat qildingizmi? Haliqi Navruz. Qanday o'ylayapsan? Seni deb baqay. Ikkili qatimdagi majroda qudratlilik qilganmi? Shu. Boshlamchi bo'lib qism shtabiga besib kirganmi? Dal shu. Bu Navruz bo'sh odam emaskan. Qanday bo'sh emaskan? Sen uning tigtakini aniqlab baqdingmi? Bu Navruz dadisi Niyoz bilan birga turadi ekan. Bu yil 26 yosh. Bu yerdagi nomi chiqqan tojik yigit ekan. 18 yoshidan tortib, u da 8 yil o'g'loqtatish chempioni bo'lib kelib o'tibdi. Bu tojiklar ot ustidagi haqiqiy qahramonga cho'qinadi. Shu Navruzning hammasi gap o'tadi ekan. Deydiganim yana shu gap. Qaysi gap? O'g'ri tutsang, cho'ngni tut. O'g'ri tutsang, cho'ngni tut. Bu gapni men kichik chig'imda dadamdan anglagan edim. O'qni yiroqqa atay desang, kirichini cho'ngtat, raqibingni yiqitay desang, avval etini at. O'g'rini tutay desang, yana cho'ngni tut deb degan. Navruzning jidal terig'ini yomon ish degilim bo'lmaydi. Yana bir jihatdan aytganda, agar biz uning xizmatini yaxshi ishlasaklar, bizning chorvachilar bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshilanadi. Kirishimga ijozatmi? Qizchaq.
Bu Navruzning uyi shumi emasmi? Navruz, siz nimaga keldingiz? sizlarning qo'y kalanglar yo'qolganmi yo'q? Shuni so'rab baqay deb keldim. Yo'qolgan bo'lsa, nimishqa ip ketkili bormaysiz? Olvastining gapiga hech kim ishonmaydi. Ko'zimdan yo'q qiling. Navruz, Kishilardan anglasam, siz mush tavadagi danliq o'g'liq tortish moyiri. Ham tojiklarning qahramoni ekansiz. Biroq o'ylamabdimanki, siz ozodlik armiyadan qo'rqib, hatto o'zingizdan yo'qolgan mol chorvalaringizni tepib akilib olishga jur'at qilmayapsiz. Tova, mush ahvolda bu qahramonlikdan so'zash qilib bo'lsinmi? To'xtab turing. Qo'y kalalar ras bizning. Epkasam keldim. Men sizlarning hamma tojiklarni qirib tugit etalaydiganlarga ishonmayman. Sizlar jazman do'zaxga kirsizlar. To'g'ri dedingiz. Tabiiy ishni qilganlar. Shundaqla tog' eg'izdagi fojiani paydo qilganlar cho'qim siz degan yiliqi do'zaxga tushidi. Qandoq? Berib qo'y kalalaringizni akila olamsiz. Yurtdoshlar, kiringlar. Qo'y kalalaringlarni to'dib olib ketinglar, ha? Chapsan kiringlar. Mollaringlarni to'laydinglar, ha? Hey, yana qarab tursizlar-ku. Hammanglar kiraveringlar. O'zinglarning qo'y kalalariga aketmamsizlar. Hammanglar olib ketinglar, tez bo'linglar. Bu bir top qo'y kalapatiga sal qaramadimi? Bu bizning 10 ming yo'llik uzun safarimizning tunji qadami. Bir, ikki, uch, to'rt, jumla bosh! Boshlanganni bek tez o'p ketmasin. Hey, bek shiroq yurganlar. Oldirmay yurganlar. Beycan, Ah. Qandoq? Eliqi jo'yi uchun ochliq e'lon qilmaganda. uchu, hammadan xeyir ekan. Azlı millat arasida kibrim bor ekan texe. Boshqa asirlar yeydigan narsa bo'lsa, uning hissini ekan. Uningga necha qatim tarbiya berdik. Siyosatni tushuntirdik. Hamma odamning barobarligi to'g'riliq ko'p so'zladik. Biroq bu yana shundoq. Karvatga chiqsa bir paypig'ini soldirib qo'ydi. Tushsa bir oyog'ini kiygizib qo'ydi. Ochiq xili yomon ekan. Hadislar odam tillaydi texe. Qon bilan kirgan qo'y jon bilan chiqadi emasmi? Uningga tarbiya berish oson bo'ladigan bo'lsa, asirlar xizmatiga seni avatamidim. Ha? Ma. Jo'yishon. Av yayım için tonum sen. Burun doim bu yerga kelib oshpozilga kirib aroq ichatdim. Shunga bu yerdagilarning hammasi ko'zimga tunish ko'rinadi. Faqat tonuşla emas-da. Xizi, Shojan, men bilan yuringlar. Izma. Oturinglar. Meni o'ltirmanglar. Ismon nima? Jo'miyam. Sendan boshqa bu yerga yo'shiringan yana qanchalik odam bor? Uqmayman, bilmayman. Men degan bir choparman shu. Sening vazifang nima? Uqmayman. Meni rahbarlik o'rinlashtirgan.
Senin rahberin kim? Sizlar o'ltirayotgan heliqi ablah shu. Rast gap qilmading, shundaqmi? Aytibdinglar. Yo'q. Men deb beray. Meni gomindangchilar majburiy askarlik tutib kelgan. Men hech qanday askish qilmadim. Sizlar bu yerga zodi qanchalik odam yo'shirindinglar? Bilmayman. Rostini bilmayman. Hammamiz fuqarolarning orasida tarqalib ketgan tursak, ularning nega yo'shirilganini men nedim bilay. Onun ustiga sizlar odatda qattiq tekshirsizlar. Shunga biz bu odatda yig'ilib yurmaymiz-da. Yanpayjon, anglasam bir jasus tutibsizlar. Mushu ablah shumi? Chorvachini sen o'ltirdingmi? Yo'q, men o'ltirmadim. Rostini men o'ltirmadim. Kimning o'ltirganligini men bilmayman. Yanpayjon, meningcha uni jamoatning oldida aytib o'taylik. Birinchidan fuqarolarning qisosi ilinadi. Ikkinchidan amaliyotni oydinlashtirib olg'ili bo'ladi. Uchinchidan mushu ish bilan dushmanni cho'chitib qo'yg'ili bo'ladi. Yanpayjon, siz degan kommunistlarning o'pet surug'i, ha? Men degan yaxshi odamchimu? Ular meni majburiy askarlikka tutib olgan. Men faqat bir askar shu. Sizlarning boshlig'inglar kim? Men faqat yoshiringan bir boshliqni bilaman. Uni lochin deyishidi. Ras, uni bomba saqal deydi. Uni ipmanglar. Sizlar nima qilmoqchi? Bak, men nima qilasizlar? Sizlar nima qilmoqchi? Dadamni qo'yib etish. Meni qo'yib etinglar. Dadamni qo'yib etish. Sen mamang. Navruz, Meni qo'yib et. Lyofa. Bu milliy boshlang'ich maktab dars boshlaganda siz ma'lum bo'lasiz qachon? Uni sinatayin, doktorxona qanday qilaman? Liufang. Ha? Voy, Jifang bakanda. Nima bo'ldi? Liufang. Qarab yiqma. Beligim baya mashq qilgan qayrilib ketdi. Qanday qayrilib ketdi? Voy, ja. Bu yer og'rimdi. Og'riydi. Bu yerchi. Og'riydi. Bu yerchi. Og'riydi. Bu yer og'riydi. Bu yer. Hey, Ben canmış dahi. Yalğan ahır bağını. kim yalga og'ribdi? Men Rasululloh. Qara. Endi Rasululloh og'rimidi? Doktor usta bo'lsa, nima degan yaxshi, ha? Sizlar ishlarni qilaveringlar. Ish bo'z chaqiringlar, ha? Liufangni yaxshi ko'rgansan-da. Sen nimani bilassan? Sen bilmaysan. Liufangning yaxshi ko'rgan odami bor, shtab maslahatchisi. Sana o'zi deb berganmidi? U shtab maslahatchisi Liufangga doim xat yozdi. Men necha qatam uning xatini olib bergan. Odamlarimizni qo'yib qo'ysin. Navruz! Nima? Musadi nima? Navruz! Mana, Niyaz taga! Mana nima? Niyaz taga! Quvvat bo'ldi-ku. Navruz! Jifang. Tez bo'l. Ismini berib payjonga degan. Tez bor. ma'qul. Niyoz dağa. Beklakim. Bu neymiş? Jo'miyana deyishcha, ilk jasuslarning boshlig'i saqolliq ekan. Men shahardagi saqolliq odamlarning hammasini tutib keldim. Jo'miyan bir-birlab ko'rib baqsin. U jasusni tutolmaydiganimga ishonmayman. Beklakim. Siz saqalni josus tutishga asos qo'yasangiz qanday bo'ladi? Rinbanjang. Amsi aytinglar, jasus tutishda nimani asos qilg'uliq? Shpionning eg'iz iqrori bilan to'nib berishi
Asas bo'lanmamdikan? Bakrat gap. Bunda qilsangiz, biz bilan Amotorskiy ziddiyatni keskinlashtirayotgan bo'lmamsiz? Bizning xizmatimizga bunda baho bersangiz qanday bo'ladi? Nima ish bo'ldi? Yongpayjon. Bakrat akam, bo'ldi, ish nima deyman? Darhol qo'yib o'ting. Qo'yib o'tamdoq. Yongpayjon, jasus cho'qim mushularning orasida. Darhol qo'yib o'ting. Yongpayjon, hech bo'lmaganda heliqi ishpiyon kelib tonib boqmasinmi? Shu chaqda qo'yib bersekmi, kechikmaymiz-ku. Ularga hargiz ziyon yetmaydi. Biroq siz ularning ko'ngliga azor berdingiz. Miltiqni qo'yinglar. Qarindoshlar, kechiringlar. Xizmatimizdagi savallik tufaylidan sizlarni cho'yishtirib o'tdik. Afv qilinglar. Kechiringlar. Bu mening 3-qitim sizlar ozodlik armiyaga bo'lsak bo'lishim. Navro'z. Niyoz aka. Bu qitim haqiqatan biz xato qildik. Qasam qilamanki, ammo bir kuni sizlar alvastila jazoyinglarni tatmay qolmaysizlar. Yuringlar. Qaytib ketaylik, yuringlar. Navruz. Niyoz tag'a. Hammanglar uyinglar qaytinglar. Qaytib ketaylik. Yuringlar, yuringlar. Bu qitim muavin hokim Bakri tashkilining muzokarasi ham qaroridan o'tkazmay turib, o'z ixtiyorchi odam tutib, ammining orasida nihoyat yomon ta'sir paydo qildi. Siz o'zingizni tekshirishingiz kerak. Men qoyil emas, odamlarni tutib akilib bo'lgan. So'ra qisaqli jasusni topalaydik-ku. Men kelayotganimda fuqarolarning ustimizdan nimalarni deyishayotganini bilamsiz. Ular kompartiya jallodlik qilichini qo'liga ilib, odam o'ldirishga boshladi deyapti. Bakri, siz yerlik omma bilan ozodlik armiyani qarshilashtiradigan bunday ishni qilsangiz qandoq bo'ladi? Bunday qilganingizdan hech kimga foydasi yo'q. Men o'zimga shundaqlar tashkilga vakolatan yo'ldosh Bakrining qaramliq bilan qilgan ishini qattiq tanqid qilaman. Biz milliy rahbariy kadr bo'lgan ekanmiz. Millatlar xizmatining muhimligini bilishimiz kerak. Saqal bir qo'ygun uchunla odam tutsangiz bu to'limi bemanlik bo'lmamdi. Buning oqibati nihoyat og'ir bo'ladi-da. Yo'ldoshlar, meningcha fuqarolar endi ozodlik armiyamizga hargiz ishonmaydi. Shundaqla bizning noyil xalq hukumatimizga ishonmaydi. Endi bundagi xizmatlarni qanday ishlaymiz? Men ixro. Men bak oldirab ketibdiman. Biroq men aslida yaxshi niyat bilan shunda qilgan. Jasus tutayli deb ekanman. Tashkilning muzokarasi ham qaroridan o'tmagan ishni har qanday odam o'z ixtiyoricha ijro qilsa bo'lmaydi. Bakri, sizmi bu ishdan ibrat olg'aysiz? Boshqa yo'ldoshlarmi bu ishdan saboq olinglar. Niyoz tag'a. Navruz inim. Bir muncha yurtdoshlar bor ekansizlar. Sizlar nega mangdinglar? Ko'chib ketyapmiz. Ko'chib ketyapsizlar? Sizlar shuncha ko'p odam nega ko'chsizlar? Sizdan qaringiz bo'lmasin. Nertiring. Navruz inim. Sizlar xohlagancha ko'chsanglar bo'lmaydi. Yaxshisi qaytib ketinglar, ha? Qanday qiyinchilik bo'lsa, Noyilik partikomni izlanglar. Hal qilishga tegishli ish bo'lsa, hukumatni izlasanglar, shular hal qilmamdi. Bizga undaq Noyilik partikom deganlaringizni pesh qilmang. Der, turing. Bizni mang'il qo'ying. Yurtdoshlar! Oldirmay turinglar. Yurtdoshlar, tahir qilinglar. Yana sizkensiz-ku. Mening amdi yolg'on yovdaq gaplaringizda onglig'im yo'q. Yaxshisi, ner turing. Chorvachi qarindoshlar. Sizlarning yurtni tashlab ketish qaroriga kelganinglar qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar. Faqat mening xizmatni yaxshi ishlamaganligimdan bo'ldi. Bu mening xatoligim. Men hozir sizlarga namaqul bo'lay. Chorvachi qarindoshlar. Kompartiyaning xalq ozodlik armiyasining tahoriga kelishdagi maqsadi ba'zilar degandek undaq emas. Bizning bu yerga kelishdagi eng muhim vazifamiz sizlarning xotirjam turmush kechirishinglarga kafolatlik qilish ham texnik bayashat turmush sharoitiga ega qilish. Sizlar hozir
Kompartiya va Mavzuning rahbarligidagi yangi Jungoda yashayapsizlar. Biroq Majanjangdagi odamlar o'zining uturug'ini tanbamayotdi. Aranglarga cho'qim jasuslarni yoshirib qo'ydi. Ular har vaqt bizning Kompartiya ozodlik armiyasi bilan yerlik chorvachi qarindoshlarning munosabatini buzib, bo'lgunchilik selib, qalayimqonchilik paydo qilyapti. Bu yerdagi muzdaqlar, bu yerdagi yayloqlar, mush atrofdagi hamma joy sizlarning ajdodlaringlar yashagan yerlar. Bilaman, sizlarmi bu yerdan ketishni xohlamaysizlar. Men bu sizlarga o'xshash nemining tuproq, nemining o'z yurt ekanligini bilaman. O'z yurtidan ayrilishning ta'sirini texim obdan bilaman. Bilaman, nurg'unlaringlar bu yerdan ayrilishni xohlamaysizlar. Faqat amalsizlikdan mengiyotsizlar. Sizlarga qarab, ota-onamni, aka-uka, oti-sing'illarimni ko'rgandek bo'lyapman. Sizlar ketsanglar, ko'nglim pek yerim bo'ladi. Shunga sizlardan o'tinayki, menga bir mezgil vaqt beringlar. Men cho'qim ashu qo'y terisiga o'rnab olgan bo'ri ish jasuslarning hammasini tutib chiqib, sizlarga obdan bir javob beraman. Mening niyatim yaxshimi, yomonmi? Nəhayət tezlə düşünüb qalasılar.象征着纯洁的友